Uyghur yazğıçısı Hüseyin Taş'ның Ayollarning iftixori Nozugum nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Har qaysi to'rbatlarning xohlagancha ko'chirmasligini, amgakimizga hurmat qilishini umid qilamiz. Hasratlik nida. Anglayotganinglar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Şerikler, kişiler topu arasından Nozugum bilen Nozugum'u tartıp elip mangan yigitni izlep tapalmay, Gülsümni yağmurga elip ketidi. Nozugum heyliqi yigit bilen ägir-bügür ko'chalardan ötüp işki oldiga keledi. Rahmat sizga, men uyga kelib qoldim, deydi Nozugum beshiga badam do'ppi kiygan qaraqash yigitga. Siz bak qaramkansiz. Unda qilsangiz cheriklarning qo'liga tushib qolmamsiz. Har qancha botir bo'lsangizmi, aql bilan ish qilmasangiz qanday bo'ladi? Xo'sh emsa, men qaytay, deydi. Yigit minishqa taraddudlanib. Uyga kirib, biror piyola usullik ichib olmamsiz. Rahmat, yana qiladigan ozroq ishlarim bor edi. Birsining uyning oldidan ketib qolish bizning urf odatimizda yo'q ish-ku. Dal shu chaqda Nozugumning dadasi ularning ovozini anglab uydan chiqadi. Qizim, kim bilan parang selishyapsan? Bu yaqinning dadam bo'ladi, deydi Nozugum dadasini yigitga ko'rsatib. Assalomu alaykum tog'a. Yigit buvay bilan qo'l elishib ko'rishdi. Nozugum bo'lgan ahvolni dadasiga aytib berdi. Dadasi: "Rahmat yigit, qizimni qutuldirib qopsiz. Qani uyga kirib choy ichgach paranglashayli. Siz sal xatarlik", deydi buvay yigitni uyga taklif qilib. Ular uyga kirib duo qilib, yana bir quru ahvollashgandan keyin Nozugum chiqib ketdi. Nozugum kichik chog'lardimi mahaldagi o'g'il bolalarni uyga boshlab kirib o'ynag'ashqimikin, buvay uning bu yigitni boshlab kelganligiga ancha hayron qolmaydi. Uning ustiga Nozugumni qutuldirib qopti emasmi? Yigitning himmatiga rahmat aytish kerak albatta. Nozugum birdamdala dasturxonga qand yezak, meva-chevalarni tizib choy tayyorlaydi. "Qani, meva-chevaga eg'iz tekkach qarangshayli", deydi buvay yigitga takalluf qilib. "Mening bu qizim kichkidan boshlabla o'g'illar bilan orlashib o'ynag'ashqimikin yoki men ko'ziga qarab cho'ng qilg'ashqimikin, sal cho'ng bo'lib qoldi. Biror nohaqchilikni ko'rsa chidamay qoladi. Hatto o'zining qiz bola ekanligini unutib, har qanday ishga ora turishga tayyor turadi. Aksi savdo ishlari bilan sirtda yuriydi. Men Nozugumni biror ish terib qo'yamdikin deb ansirab yuraman. Mana men ansirgan ish oxir yuz beribdi. Bu taqdir o'xshaydi. Xo'sh balam, o'zingiz qaysi ko'chada o'tirsiz?" "Mening muqim turar joyim yo'q. Ota-onam kichkimda tugab ketibdi ekan. Tashmiliqdan ancha-muncha tuz ekilib, setib terikchilik qilaman. Bizda yetimning otasi yatta deydigan hikmatlik so'z bor o'g'lim. Nozugumning oqsimi sodishida yolg'izchilik tortib qelyapti. Xohlasangiz uning bilan birga tijorat qilsanglar", deydi buvay yigitning Nozugumga qilgan yaxshiligini qaytarish niyatida. "Rahmat tog'a, yaxshi ko'ngillarga ming martaba rahmat. Men bu talablarga hozircha qo'shila olmayman. Alloh egam buyursa, men sizlarni yana yo'qlab kelaman. Ismingiz nima bolam?" "Boqiy." "Bo'pti, deginimizdek bo'lsin. Nozugumning oqsimi chiqishqoq, mijozi yaxshi bola. Qolgan ishlarni bamaslab qilmam do'q bolam." Shu kuni Boqiy Nozugumning uyida kashlik tomoqni yeb bo'lib, ular bilan xo'shlashdi. Nozugum tomoq qilguncha buvay Boqiga o'zining beshidan o'tgan kechgan sarguzashtlarini so'zlab berdi. Kech kiradi. Nozugum o'rin rastlab yotadi. U Boqiyning botur, qaysar, chidamli, aqlli mijoz xarakterini yaxshi ko'rib qolgandek qiladi.
Lekin uning kallasiga Gulsumning "Aka, meni qo'yib, men uyga ketaman. Meni qayerga olib borsizlar? Men ketaman" degan azobliq nolasi bechara qiyofati kirib, uni orom xudo uxlatmaydi. Kunlar mushundaq o'taveradigan bo'lsa, Gulsumning beshiga kelgan kun Nozugumning beshig'ini keladi. Әтсі Нозугум қитық базарға беріп, Gulsumning uchur xabarini berish niyatida sirtqi chiqishga tayyorlik qilib edi. Buvay uni chiqarg'izmay ishni teshidan quluplab, Nozugumni uyga solab qo'yib, o'zi qitıq bozorga ketdi. U yerdagi kishilarning hammasi Nozugumning ta'rifini qilishyotdi. Tova, jahonda mushundaq botir qiz bor ekan. Bir jinida 3 yerga tetib, birisini qornini chuvatdi. Hozir yomildan u qizni izlayotgandek, tutib bergichilarga nurg'un oltin kumush inom qilganning sirtida, ya'ni mansab, martabaga ega qilamish. Harakati bek chaqqan qiz ekan uning. U qizni tunisang, yomilga tutib berib, inom olsam bo'lmamdi. Meni sotqin ko'rib qolgan o'xshamamsan. U qizni tuniydigan bo'lsam, men paxtaning ichida o't saqlagandek saqlaydim. Biroq, yeliq sahroli qizga nima bo'lib ketgandi? Ay, bular bek haddidan eshib ketyapti. Buvay kishilarning g'ul-g'ulsa quloq selib turganda, orqadan birisi kelib, yengini tortdi. Buvayning yengini tortgani boshqa birisi emas, dal Boqiy edi. Qandoqdiga? Ahvolni o'zir angla. Men shuni bilib boqay deb kelgan edim. Yuring, bizning uyga berib paraq selishaylik. Boqiy bilan Buvay bir besib, ikki besib, Buvayning ishga oldiga kelganda, o'ylining darvozasi hangdek ochiq turadi. Darvozaning ochiqligini ko'rib, ularning yuragi qattiq qiladi. Sheriklar kelib, Nozugumni tutib ketdimi nima? Buvayning ko'nglidan shu xayollar kechib o'yliga yugurib kirib, Nozugumning aksiga yordamlashib, jazmlarni tizayotganligini ko'rib, ko'ngli oromiga tushdi. O'g'il dadasini ko'rib, oldiga kelib, qo'l elishib ko'rishdi. Boqiy bilan bu ahvol so'rashdi. Bu yoq mening o'g'lim Solih bo'ladi. Bu yoq Boqiy. Oldingi kuni Nozugum cheriklar bilan tutishib qolganda, Nozugumni qutuldiribdi. Hozir berib tinglab baqsam, Nozugumni tutish buyruqi tushirgan o'xshaydi. deydi Buvay bir xil afsuslangan holda. Biroq Nozugum hech narsa xiyoliga kelmagandek kulimsirab qo'ydi. Ak Solih Nozugumga yaraysan degan ma'noda ko'zini qisib qo'ydi. Shu kuni Boqiy Nozugumlarning uyidan xeyli kech qaytdi. Solih safar jarayonidagi ishlarni so'zlab kelib, o'zini Muhammad alayhissalomning avlodi deb atagan Jahongir G'oja degan birisining Qashqarda ish tavratmoqchi bo'lganligidan nish-nish gaplarning kishilarning eg'izda eqib yurganligini aytib berdi. Nozugumlar uningga Qashqar shahrining ma'lumotchilik qolganligini, bagi cheriklarning barg'on sir haddidan eshib, xalqni ochiqdan-ochiq bo'za qilayotganligini so'zlab berdi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin Nozugum yuziga to'r ro'mol artib ko'chaga chiqdi. Uning asiyodi butunlay oshu Gulsum ismli sahroli qizda qolgan edi. U qitiq bozorga kelganda ko'chaning do'qinishig'ila bir muncha kishilarning yig'ilishib olganligini ko'rdi. Nozugum asta-asta ularning qishig'iga yaqinlashdi. Nomussiz hayvonlar kichkina qizni datsanda qilganni ozdab, o'ldirib qo'yganini qaramamdigan. Xalq hech narsa qilolmaydi deb o'ylab qolgan chig'i. Tova Xudoyim, jahon nim bo'lib ketdi endi. Baylar haddidan eshib ketdi. Nozugumning yuragi bir shumliqning alomatini tuyib, kishilar to'piga qisilib oldiga o'tdi. Kishilar o'ttirsida Gulsum jonsiz holatda yotibdi. Uning kiyimlari yirtilgan, chiroyi oqirib ketgan edi. Qizning yerim echilib qolgan ko'zini mo'ysib bir kishi qo'li bilan asta siylab yumdirib qo'ydi. Bu qizning egichoqsi yo'q o'xshamamdi. Sahroli qizgan. Bechara otamning bu qizni izlab bag'ri xun bo'lib ketgan doya qachon. Kishilar turli mulohizalarni qilishyapti.
o'zlarining o'ylig'ini deyishatdi. G'o'dirab kimlarnidir tillab o'z nafratini bildiradi. Masjidning imomidan birasini chaqirib namozini tushirib qo'yayli. Jasadni yomilga ko'tarib berib, tuzuk hisob kitob qilish kerak. Yomildikilarning hammasini yetib ber. Puhroning arziga quloq solatdimi? Yaxshisi, senga nenimiz deyayli. O'zimizga o'zimiz balo terib nima qilamiz? Nuzgulning yuragi laxta-laxta bo'lib, unsiz yoshlari mag'zini bo'ylab tushadi. Uning ko'z yoshlari to'r ro'molning ichida qolgan edi. U lablarini qattiq tishlaydi. Bu so'riq yo'q jahannam. Odamlar nimishqa nohaqchilik chidab turadigandir. Xalq bir lahza bo'ladi. Kichkina qizni datsanda qilib, jasadini ko'chiq tashlab atganmi? Xalqni ko'zga ilmig'in emasmi? Ehtimol Nuzguldan o'ch olgandir. Yurak dog'im kelsin. Neredesin? Yan ko'chadan yoshlar chamisidagi o'ruq kesal bir ayol yig'lig'inicha yetib keladi. Kishilar ayolga yo'l bo'shatadi. Ayol qizning jasadiga o'zini otadi. U Gulsumni birdan bag'riga bassa, birdan ko'zlariga suyidi. Birdan qizning yuzini silaydi. Ko'zlaridan yosh to'xtamay quyiladi. Kesal bo'lg'ashqimikin birdandila ovozi bo'g'ilib, xirqirab qoladi. Orqadilla xirqiroq ovozni yo'qoladi. Sahrolik bu ayolga kishilar nima deb tasalli berishni bilmaydi. Ular nima deb tasalli beralaydi? Hammaylar taqdirdoshlar emasmi? Bir nechaylarning ko'zlaridan ixtiyorsiz holda yosh quyiladi. Bechara ayol birdandan keyin ig'izlaridan mag'zab chiqarib, hushidan ketadi. Shu topda kishilar nima qilishini bilmay, hammasi o'zining xiyoli bo'yicha ang'liqib qoladi. Bechara onaning teni tutqoqliq kesili qo'zg'algan odamning tenidek toyloqdek qaytib qolgan edi. Oq ko'ngil kishilardan bir nechasi o'ttirg'i chiqib, ayolning yuziga sovuq suv chechib, hushiga keltirgandan keyin qayerdandir yar yog'och harvdan birini tepib, qizning jasadini qo'l harbaga avoylab oladi. Ondan ayolni yo'lab harbaga chiqaradi. Endi ayolning ovozini anglash tugul ko'zlaridan bir tomchi yoshni ko'rgili bo'lmaydi. U xotirsini, sezimini yo'qotib qo'ygandek bir nuqtaga qarab turadi. Chiroyidan hech qanday alomatni ko'rgili bo'lmaydi. Qani qo'shilgan yog'och harba g'ijildab ostin-g'inicha ko'chadan yo'qoladi. Kishilar to'g'ri deyishgunicha yoqsini tishlashadi. Kimlardir bir nechaylan bu ayolning beshiga kelgan ta'tir qismatning o'zining beshiga kelmaganligiga Xudoga shukr deydi. Shu ishdan keyin Nuzgul o'zicha jimib ketdi. Uning uchun qaytiq sotadigan osh ko'cha fojialik dunyodek bilinadi. Aşı do'qmishga kelsila, sahrolik o'moq ham sodda qiz Gulsum kelib elib, yurgining bir yerlari xurt g'ajilayotgandek beoram bo'lib, ozodlanib, o'xsinib ketdi. Quliqiga Gulsumning Nuzgulga degan javob so'zlari jaranglaydi. Nuzgul o'ylamay desimi bu ish xiyoliga kelib oladi. Hatto ba'zi oqshomlari tuzuk uxlay olmaydi. Ko'z uyquga erinishgan hamon qo'rqinchliq tush ko'rib uyg'onib ketdi. Nuzgulning yaqindan bu yoqqa jimg'ur holati dadsini andishiga solmay qo'ymaydi. Qizim, sen baxush chaqchaq, uchuq mijoz eding. Ba'zida beit o'qib ketdim. Endi biroqda jimg'urlashib ketsam, men andish qiladi ekanman. Deydi dadasi Nuzgulning jimg'ur holatiga qarab, ichi siyrilgan holda. Kecha qaytiq bozorda Gulsumning onasi paydo bo'lib qoladi. U ayol to'xtamay so'zlaydi. Kimlarnidir
tınlaydı. Birden qaqaqlab gülse, birden kızının ismini çağırıp yığlaydı. Birden kızı yatqan yerde yetiverip, osmonga qarab, bir nimalarni deb pichirlaydi. Ayol kızı Gülsümning dardida sarang bo'lib qolgan edi. Onun kiyimlari yirtilib, chochlari chuvilib, g'ayri bir odamga aylanib qolgan edi. Onun xeylidan beri eg'iziga bir tal giyohchaqliq narsa solganligini hech kim aytib berolmaydi. Kishilar uningga yemaklik degandek narsalarni bersa, kishilarni tillab ketadi. Xeyli mezgillardan keyin ayol oxiri fani olam bilan xo'shlashadi. O'lgandimi, dal qizining jasadi tashlangan do'qimishda o'lib qoladi. Kishilar atdiganda, sodliq chiqqanda, uning oshi do'qimishda o'yin-tunsiz yotganligini ko'radi. Ayol hayot vaqtida Nuzugumning uningga tasalli bergisi, mundashqisi keladi. Lekin ayolning birasi bilan holmi bo'lg'idek holim yo'qligini o'ylab, bu niyatidan yanadi. Qo'zg'alonga qatnashish. Nuzugum muzat davonida eg'ir qadamlar bilan ketib o'tib, Gulsum to'g'risidagi osh ishlarni eslab, ko'zlariga yosh oladi. Onaning fojiali taqdiri uning yurak bag'rida aksiyatchi hukmronlarga bo'lgan g'azab o'tini qaytadan yondirdi. Bu ishlar Nuzugumning xotirasiga tashqi muhr bosgandek o'rnab, uning intiqom elish ruhini texmi ulg'aytirdi. Shunlashqa Nuzugum qo'zg'alonga qatnashib, surgun qilinganligiga qilchin o'kinmaydi. Pushaymon qilmaydi. Yo'ldagi azob uqubatga bardashlik berib, mardonlik bilan olg'a ilgirlaydi. Vaysamaydi, qaqshimaydi. Ko'zidan biror tomchi yosh oqizmaydi. Gulsum o'lib ketgan mezgillarda Nuzugum u bu yerdan qo'zg'alon bo'lg'idek degan mish-mish xabarlarni anglab, ichidan xushal bo'ldi. Xalqning patriq qo'zg'alib, Chin sulolasining hukmronligini og'dirib tashlab, o'z erkinligini qo'lga keltirishni orzu qiladi. Bu xabar tarqalgandan keyin Nuzugumning dadasi Nuzugumni sirtlarga ancha chiqarmaydigan bo'lib oladi. Dal shu kunlarda Nuzugum bir kuni ko'chada kutmagan yerda bir yigit tarafidan qutqizildi. Bu yigit boshqa birisi emas, balki Boqi edi. Yetimchilikda cho'ng bo'lgan bu yigit qaysar ham aqlli edi. Turqidan kuchtingirlik chiqib turadi. U beshiga oq shapaq do'ppa, uchisiga oq yaktak kiyib, belini pota belbog' bilan bog'lab, g'ilab tasmallari bir xirich sanglab turadigan so'nak sapliq pichoq qisib yuradi. U xushbi'il, mijozi uchuq, samimiy yigit edi. U Solihning tuz setish ishlariga yordamlashadi. Dastlabki kunlarda Boqi boshqa yerda yetib qopadi. Keyin Nuzugumning dadasi va Solihning talabi bo'yicha Nuzugumlarning uyiga ko'chib keladi. O'zlari nomrod bo'lsa-mu, bag'ri issiq bu oila Boqidek yaxshi yigitni o'z qo'yniga elib, bu uyning bir a'zosi qilib oladi. Bu ay ichida Boqini o'ziga o'g'il qilib olishni o'ylagan edi. Boqi nihoyatda ishchan bo'lib, Solihning gazlini setish ishlariga qarshi berib qolmay, qo'lim qo'shnilarning ishlariga ham qarshi beradi. Hatto Nuzugumning tikkan do'ppilarini bozorga elib chiqib, birdamda setib bo'lib, pulini sog'-salomat Nuzugumga topshirib beradi. Bu jarayonda ikkalan asta-asta bir-birini yaxshi ko'rishib qoladi. Nuzugum otasi Solih bilan Boqi bozordan yetib kelguncha tomoq tayyorlab turadi. Ba'zi tush mezgillarida Nuzugum ularga tomoq elib beradi. Ular birdan yerimdan paranglashib keladi. Nuzugum bilan Boqining o'zaro yaxshi ko'rishib qilishganligini sezgan Solih hech narsani bilmasga selib yuradi. Bo'vay bo'lsa, bu ishdan ko'nglida xushal bo'ladi. Aslida u Nuzugumning Boqiga yoqtab qilishidan ansiraydi.
Chunki Nuzugum jahil, qilaman deganini qiladigan, kallasidan o'tmagan ishni hargiz qilmaydigan jahil qiz edi. U aldirab biror yigitni yaxshi ko'rib qolmaydi. Yaqin atrofdagi bir necha kichik baylardan Nuzugumga elchi kirgizilgan bo'lsa-mu, buvay qizning royiga beqib, qizim tex kichik, bu ishni hozircha texman o'ylashmadim, deb elchilarni chiroyliqcha yo'lga soladi. Nuzugum vaqt o'tgan sari texni chiroyliqlashib ketgachga, mahaldagi qo'lim qo'shnilarning o'g'illari o'zicha ko'nglida Nuzugumga ish berib, uningga gap qilishni o'ylaydi. Lekin Nuzugumning silkib yetishidan, tuz mijozdan qo'rqib, eg'iz ocholmaydi. Baqi bu uyga ko'chib kelgandan keyin mahalladagi yigitlar Nuzugumni Baqidan qizg'inib, Baqining oldini to'smoqchi. Uni adablab qo'yib bu ko'chadan haydab etmoqchi bo'ladi. Lekin Baqining kuch-quvvat urg'ib turgan bastidan, qaysar chidamchanligidan, Solihning yaqin do'sti ekanligidan qo'rqib, qo'l sola olmaydi. Baqi yo'g'on tosh tuzani kuchmayla yog'och chorvaga ola oladi. Nech patman kelgudek ochliq qachilangan tog'orlarni yudib, xeyli yiroqlarga ko'tirib bora oladi. Ish qilib, Baqi o'zi yetimchilikda cho'ng bo'lgani bilan Xudo uningga kuch-quvvat, aql-farosat, chidam g'ayrat, ishonch irodani oyimay bergan edi. Ras, mushularning o'zi bir odam uchun eng cho'ng boylik emasmi? Aql-farosati, chidam g'ayrati, ishonch irodasi bo'lmagan odam har qancha boy bo'lsa-mu, u yanama dunyodagi eng bechora, eng ojiz odamdir. Bir kuni Solih bilan Baqi tuzlarni setib, Baldurga qaytib keladi. Ularning chiroylari nihoyat jiddiy tus olgan bo'lib, yana bir yerlardan xushal bo'layotganligi chiqib turadi. Tamoqdan keyin Solih dadasiga asta: "Dada, shahar xalqi hukumatga qarshi isyon ko'taribdi. Hozir shahar ichida qoyim qolishib ketdi", deydi. "Xalq qo'zg'olon ko'targan bo'lsa yaxshi ish bo'pti. Biroq sizlar bu ishga aralashmanglar. Nimishqa endi? Bu ishning oxiri chiqmay qolsa, chatoqning chungi chiqarmikin deb ansirayman. Nurg'ulg'an shaharliklar qo'zg'olonga qatnashyapti. Va savdogarlar setayotgan mollarini tashlab qo'zg'olonga qo'shildi. Yezlardan kelganlarni bor-tehi. Balam, men shu umrimgacha bunda hali qo'zg'olondan nechini ko'rgan. Beshimda nurg'un ishlarni o'tkazgan odamman. Qo'zg'olonning beshi o'lsa, kishilar pakparaq bo'lib ketishdi. Ba'zi qo'zg'olonning boshlig'i hukumatning oltin kumishiga, kichkina nafsiga, nisbiga oltinib, xalqni setiliydi. Buvay astoydillik bilan tushuntirdi. Solih bilan Baqi o'zaro ko'z beqishib qo'yib, ortiqcha inkos qaytarmaydi. Birdan keyin Solih singlisi Nuzugumga qarab: "Singlim, endi talotizga chiqmag'in. Siz baqqalaymiqan. Odam bilan odamning chatqi yo'q", deydi Nuzugumdan ansirganda qilib. "Qizim, akang rost aytdi. Sen taloqqa chiqsang, biz bek ansirab qoladi ekanmiz." Nuzugumningchi bo'lsa, aks Solih bilan suygan yigiti Baqidan burunroq qo'zg'olonga qatnashqisi bor edi. Lekin u dadasining ranjib qilishidan ansirab, un-tinsiz o'tirib. Buvayningchi bo'lsa, Nuzugumni yaxshi fursat tepib, ko'zining yo'riqida Baqiga chetib qo'yish o'yi bor edi. Shunlashqa ularning qo'zg'olonga qatnashishiga yo'l qo'ymaydi. Gerçi Solih to'y qilmagan bo'lsa-mu, buvay uning o'z ishini o'zi tepib, turmushini qondab ketalaydiganligiga ishonchisi komil edi. Buvay xutdan namozga chiqib ketganda Solih bilan Baqi Nuzugumni yolg'iz qoldirib, o'zlarining yotoq uyiga kirib olib, qo'zg'olonga qatnashmaslik to'g'risida talash-tartish qilishga boshlaydi. Nuzugum ularning niyatini bilib qolg'ashqa, eshikning qishiga asta kelib, ichkarisiga quloq soladi.
Biz qo'zg'olonga qatnashaylik Boqiy. Senmi qo'shilmasang, menmi qo'shilmasam, yana birlarimi qo'shilmasa, bizning buningdan keyin taqdirimizda, turmushimizda yengilish, o'zgarish bo'lish u yoqda tursin, texmi xaroblashib, halokat yo'li qarab menishimiz mumkin. Sen burunlarda mushundaq bir qo'zg'olonning bo'lishini to'rt ko'zim bilan kutyapman. Qo'zg'olon bo'lib qolsa, men birinchi bo'lib ovoz qo'shib qatnashaman deb yuratding-ku. Mana endi birdan yeng chiqib qoldi-ku seni. Bundoq qilsak, bu ayni ranjitib qo'yarmizmikin deb ansirayman. Cho'nglar har holda ko'pni ko'rgan. Ularning deganining asosi bor. Ular ishning oldi keyinni o'ylaydi. Seningcha qatnashmayman demoqchimisan? Yo'q, undoq deganligim emas. Qo'zg'olonning amaliy ahvoliga beqib ish qilsakmi kechikmaymiz-ku. Oldimizda qilishga tegishli yana nurg'un ishlar bor. Hech bo'lmaganda tuzlarni setib, pul qilib buvay bilan Nuzugumning turmush ishlarini g'amlab qo'ymasak bo'lmas. Nuzugum Boqiyning o'ziga tortishib shundoq da'vatqanligini darhol tushunadi. Qaysini gapini qo'llash kerak? Nuzugum o'ylanib qoladi. To'g'ri. Muhabbatni erkinlikning oldiga qo'yib berishga bo'lmaydi. Oldi bilan erkinlikni qo'lga keltirib, xotirjam bo'lgandan keyin to'y qilsin bo'ladi-ku. Bu mardni maydonda sinaydigan fursat. Boqiyni sinaydigan fursat. Nuzugum ularni ko'nglidan o'tkazib uyga usibli kiradi. Sizlar xotirjam holda qo'zg'olonga qatnashinglar. Dadamning holidan o'zim xabar olaman. Rasmu, deydi Boqiy Nuzugumning jasoratidan hayron bo'lib. Boqiy Nuzugumning bundoq deydiganligini o'ylabmi baxmagan edi. Yaraysan singlim. Men sening bizni qo'llaydiganligingga ishondim. Qandoq Boqiy? Mana endi ish bitdi degan gap. Undaqda biz shu tatning o'zida qo'zg'olonchilarni tepib, ularga qo'shilib olaylik. Ular bir xafa maslahatlashgandan keyin oz-to'la oziq-tulik elib, pichoq, palto degandek narsalar bilan qurollanadi. Uydan ayriladigan mezgilda Nuzugumning akasi Salih. Xo'singlim, dadamning holidan obdan xabar olgan. U meni o'g'il bola degan ekan, o'g'il boladek ish qilmasam bo'lmaydi. U mening ketganimni bilsa, cho'qim ranjiydiganligini bilaman. Aman bo'lsak, cho'qim yana didor ko'rishimiz. Dadam menga nusrat tilab duo qilsin. Akutaylan ko'z ish qilishdi. Nuzugum aksiga nima deb tasalli berishni bilmaydi. Uning tasallisi erkinlik uchun o'lim yo'liga ketayotgan aksini qo'llaganlik edi. Xo'sh Nuzugum, deydi Boqiymu ko'ziga issiq yosh olgan holda. O'zingizni ko'proq asrang. Xo'sh, Xudoga omonat. Nusrat kuchib qaytib kelishinglarni kutaman. Salih bilan Boqiy xo'shlashib, qadimiy shahar Qashqarning qorong'u kechisida g'oyib bo'ldi. Tutqun. Nuzugum Boqiy va aksining inqilobga qatnashganligidan cheksiz xushal edi. Uningcha zolim beylarning, Chinslas cheriklarining ham g'olchinlarning adabini beradigan vaqt yetib kelgan edi. Savrning mu cheki bo'ladi albatta. Zolimlar qachongacha ko'ranglab puqrolarni qonliq ezidi. Bo'za qiladi, bulab talaydi. Bo'lay qisqa yo'talguncha kirib keladi. U uyda Nuzugumning yolg'iz qolganligidan hayron qolmaydi. Tinsiz karvatga kelib o'tirdi. Akamlar bir necha yerda nesi qolgan pul bor ekan, shuni yig'ib kelaylik deb chiqib ketishdi. Deydi Nuzugum dadasining boshqacha o'yinib qilishidan ansirab. Lekin buvay xelidan keyin eg'iz ochdi. Bilaman qizim, men ularning qayerga chiqib ketganligini obdan bilaman. Ular nodonlik qilmasa bo'ladi. Men bu ishning beshi bilan oyog'i chiqmay qolsa, bar balog'i puqrolar qolam degan deb ansirayman. Chanslar hukmronlari yomon qog'osh. Uning ustiga nurg'unlagan yerlik baglar ularni qo'llaydi. Asirtin yaloqchilik qilib ishning tafsiriy ahvolini aytib qo'ydi. Urush deganning 9 rang degan gap bor. Buningda bak boshqa turib ko'p aql ishlatmasa bo'lmaydi.
Her qandaq ishda aqlga tayanmasa, uni amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Bo'pti, Xudoyim ularni o'z panohida saqlag'ay. Aslida ishni puxta qilgan yaxshi edi. Anlasam, qo'zg'olonchining beshini qaysi bir g'o'jidaydi. Tayinliq o baglik talishib shundoq qilgandi. O'g'il bola bo'lgandan keyin beshidan ko'proq issiq sovuqni o'tkazsin. Shu chaqdala haqiqiy bo'la oladi. Endi qizim, sen ularning orqasiga kirib yurma. Sen degan qiz bola, sen bo'lsam qiyshimda tursam, ko'nglim xotirjam yurdi ekanman. Xotirjam bo'ling dada. Sizning holingizdan men xabar olaman. Biz shundoq maslahat qilishdik. Qizim, odam qiyirg'on siri bakni ehtiyotchan bo'lib ketadi ekan. Bizmo yosh vaqtlarimizda qiynimiz qizib turadigan yigitlar edik. Ota-onamizning gapini anglamay, yurt kezib yuratdik. Men bir chirikni o'ldirib qo'yib, 3 yil shaharga kirolmay, sahroda tamtirab yurgan. Meni Chansular hukumatiga olmaroq demsan, ularga chitirmiqim bilan o'shman. Biroq puhroning hammasi bir niyat, bir maqsad qo'zg'almasa, qandoqmi bir ishni bir boshqa qilib chiqqili bo'ladi deysan. Nuzugum dadasining so'zlaridan o'ylanib qoladi. Ras, xalqning maydoni turadigan, xalqning g'amini yeydigan odam qo'zg'olonga bosh bo'lmasa, qandoqmi jaholatchilarning zulmidan qutulg'ili bo'lsin. Solih bilan Boqiy chiqib ketgani 2 kun bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hech bir xabar yo'q edi. Nozugum nimishqidir bo'lib yuradi. Buvayning ko'ngli bir narsani to'ygandek qilib jimg'urlashib ketdi. Shu 2 kun jarayonida shaharda xilma-xil elib qochdi gaplar tarqalib ketdi. Esyonchilar janub tarafdagi darvozani ishg'ol qilib oldi. 10 necha cherikning qo'lisini og'dirdi. Hukumat qo'zg'olonchilarni bostirish uchun Oqsu, Ili qatorliq joylarda nurg'ulg'an chirib o'tkazdimiş. Ular bir hafta ichida yetib keldi ekan. Shu kunlarda shahar ichi to'limi ansizlik to'lgan bo'lib, kishilar oqshomlari taloga chiqish tugul kunduzirmi ko'chalarda erkin ozoda mangolmaydi. Ko'chalarda sheriklarning oyog'i uzilmaydi. Dilqut xazinasi. Soqchi doiralari gumonliq deb qaragan odamlarni tutish bilan cheklanib qolmay, ko'chada lag'aylab yurgan kishilarni qo'shib tutib, yomilg'i so'laydi. Bazarning burunqi qaynoq turmushidan asar qolmagan bo'lib, savdogarlarning xaridor chaqirib barqirgan ovozini eshitgan edi. Kishilar qorong'i tushmayla eshiklarni ichidan mahkam taqishib oladi. Nuzugum xat xabarsiz yo'qolgan ok Solih bilan Boqiydan ansiraydi. Ular hayotmidi. Nimishqa birarsi bo'lsin uyga qaytib kelib, bo'lgan ishlardan Nuzugum bilan buvayni vaqtlantirib qo'ymaydi. Nuzugum shu kunlarda qo'ygan tutqunini bilmaydi. Andisha, xavf-sirash uni o'z ilkiga elib olgan edi. Yerim kecha bo'lgan mazgil. Nuzugum hech uxlamay xiyol surib yotadi. U Boqiy ikkisining to'y qilish ishini dadasining qachonga bekitadiganligini o'ylab o'tadi. Tuyuqsiz ish yeni chekinadi. Nuzugum ishni ochay deb turishiga sagak yotgan buvay o'rnidan turdi. "Bo'ldi qizim, men ochay." Buvay chiqib ketib, Solih bilan Boqiyni boshlab keladi. Ular asrab o'midaydi. Nuzugum o'rnidan turib, jinchiroqni yondirdi. Solih bilan Boqiy chiliq-chiliq targa cho'milib ketgan bo'lib, har ikkisining chiroyi totirib ketgan edi. Nuzugumning ishning jarayonini balduroq bilgisi kelib, ulardan: "Qo'zg'olon qanday bo'ldi?" "Qanday bo'ladi? Mag'lub bo'ldi sanib. Chansular cheriklar bek ko'pkan, kuchimiz yetmay qoldi." Buvay bu ishning burunli mushundoq bo'ladiganligini oldin mo'ljalligachkimikin ortiqcha gap qilmadi.
Lekin Nuzugumning qo'zg'olonning nemishqa mag'lub bo'lganligini shundoq belgisi bor edi. Sheriklar hozirmi uyma-uy aqtib qo'zg'olonga qatnashganlarni tutyotdi. Biz sizlar bilan xo'shlashqili keldik. Bu ish jimiqib besiqcha biz bir mezgil sirtib panohlanib turmasak bo'lmaydi. Hozir bu ishni sizga tushuntirib o'tiradigan vaqtimiz yo'q. Deydi Baqi Nuzugumning hayronlik ichidagi qiyofatiga qarab. O'qtaq bo'lsa, tezroq yo'lga chiqinglar bog'indirib. Hozir quruq parang silib o'tiradigan mezgil emas. Ish bu darajaga yetibdi. O'zinglarni daldiga ilinglar. Dada, sizning gapingizni anglamay, mushkul qoldik. Dedi Salih ko'ziga liqqida yosh edi. Nuzugum yig'lab turib, ularga yemeklik tayyorlab berdi. Xo'sh dada, qo'ysinlar. Aman bo'lsak ko'rishamiz. Bo'ldi Salih, mo'mayli. Yana bularni balog'i tiqib qo'ymayli. Dedi Baqi dadasiga gunohkorlardek qarab turgan Salihning peshini tortdi. Salih dadasi bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Ular uyga qandoq tez kirgan bo'lsa, shundoq tez g'oyib bo'ladi. Buvayning ko'zlaridan erkib tushgan yosh oppoq soqollarini namtaydi. Nuzugummu bulunga kirib o'zini tutolmay yig'lab tashlaydi. Uning go'zal orzu-armoni mag'lub bo'lgan edi. Erkinlik bo'lgan intilishi qanchalik kuchli bo'lgan bo'lsa, mana endi qo'zg'olonning mag'lub bo'lishimi uni shuncha umidsizlantirgan edi. Ular Baqi aks Salih bilan qachon ko'rishdi? Yana didorni shag'lamdi yo'q. Bu tarbiy to'limi qorong'i edi. Sheriklarning qo'liga tushib qilishdan Xudo saqlasin. Dal shu chaqda o'ylining ishga qattiq urildi. Qaraganda uyma-uy oqtirib qo'zg'olonchilarni tutqili chiqqan sheriklar yetib kelganda qiladi. Nuzugum yuziga chumbartisini tortib oladi. Buvay qasdan hech ishni bilmaydigan qiyofatga kirib, sirtqa qarab varqiraydi. Kim? Biz isyonchilarni tutqili kelgan soqchilar. Bizning uyda isyonchi yo'q. To'liq xursandlik qilishmay, ishnacha. Bo'lmasa ishkim urib chiqaydimiz. Buvay jinchiroqni ko'tirgunicha chiqib, o'ylining eshigini ochadi. O'nda cherik uyga bostirib kiradi. Buvayning qo'lidagi jinchiroq yerga tushib, cheqilib, pari-pari bo'lib ketadi. Cheriklar uyning hamma bo'lin puchqoqlarini chala qo'ymay oqtirib, hech narsa topolmagandan keyin buvayni so'roq qilishga boshlaydi. Hey, qiri, o'g'lingni nega yushirib qo'yding? Mening o'g'limni yushirib qo'yib, ambalga bo'yin tovliq qilishga nima haddim? O'g'lim tuz akilman deb chiqib ketgani bir hafta bo'ldi. Hozirgacha qaytib kelmadi. Uning o'lik tirikidimi xabrim yo'q. To'liq sani qilma. Onun qo'zg'olonga qatnashganligini ko'rgan, biladigan odam bor. Sen eğsini kelganda jo'ylab, bizni ko'ldirmoqchiman. Rost begim, mening bu ishlardan qilchimi xabrim yo'q ekan. O'zinglar ko'rib turibsizlar. U kelgan bo'lsa uyda bo'lmamdi. Nahvoda rostli isyankorlarga qatnashib, jinoyat o'tkazgan bo'lsa, u uyga qaytib kelib qolsa, men uni o'z qo'lim bilan bog'lab, yomg'irga elib berib, Ombol begimga to'g'ri qildiraman. O'g'lingning bu ko'chaga kirib ketganini ko'rgan odam barkan, bunga nima deysan? U qaytib kelgan bo'lsa, uyda bo'lmamdi. Ehtimol sizlardan qo'rqib, uyga kirmagan bo'lishi mumkin. U tuzkur, yiqmay ombalga qarshi isyon ko'tirgicha, senga nima esi-chu? Deydi buvay, yolg'ondan o'g'lini tinlagan bo'lib. Sheriklar buvayning so'ziga ishonadi. Qaraganda, sen ombal begimga sodiqsansan. O'g'ling kelib qolsa, tutib bersan ombal begimdan mukofot olsan, yo'chirsang, qayerqallardan ayrilsan, qutulib. Sheriklar chiqib ketishdi. Buvay o'rnida o'ltirib qoladi. Nuzugum dadasiga nima deb tasalli berishni bilmaydi. Aks tushga yaqin qo'shnilardan Salih bilan Baqini shahardan chiqayotganda sheriklar tutibdi degan xabar keladi. Nuzugum yig'lab tashlaydi. Buvay bu xabarlarni anglash bilan tang Nuzugumga men yomulga berib kelay deb qo'yib, ostini to'kuldatganicha yomulga keladi.
Çeriklerge neçinin yavrup aran degende ambal bilen körüşüdü. Dağıt begim, menin arzım bu. Arzını sözler. Oğlum tuz ekelgili ketken idi. Bırak çerikler onu isyancı dep tutup aptı. Göyleme akeri. Oğlunun isyankarlığı koşulganlıqını hem adam körgen tursa, qandaqsıge tuz ekelgili kessin. Onun üstüge isyankarlığı koşulganlıqını baqi bilen ikisi tanlı ıqrar qılgan tursa, qeyri jenim aman qalsın desem, yamuldun derhal yo'qol. Begim, bana kichiklik qıptı. Rahim qılgan bolsa, sinidin o dünya bu dünya razı bulatdım. Hükümet qarşı çıkan adam gibi o. Rahim qılgıl bulamda, kinama, bu olcıgan terini yamuldun heydep çıkırla. Bu ay yamuldun mecburi heydep çıkırıldı. Onun yelinip yalvuruşlarının hiç kandak bir neticesi bulmaydı. Salih bilen Baqi qo'zg'olonchilarga ergashkish bo'lg'achqa Baqini yiroq Bayavanga surgun qiladi. Salihni bo'lsa Iliga surgun qiladi. Bu ish Nozgumga bakmi ig'ir keladi. Suygan yordan ayrilib qiling bir. Uni ozdab bir tuqqan qerindishidan ayrilib qiling ikki. Mana bular Nozgumning chinsvaz cheriklari bo'lgan g'azab nafratini texmu hasilab oshirib yetdi. Bu ay shu ishdan keyin nimishqidir bakmi jimg'urlashib ketadi. Shundaqdimi u qizining isyanchilarga oralashib kelishidan ansiraydi. Qizidan ayrilib qilib, o'zining tikandek yolg'iz kelishidan texmi qo'rqatdi. Ish dal bu ayning ansirgan yeridan chiqadi. Bir qitim qo'zg'olon mag'lub bo'lib, tutqunlarning darg'a eslig'ini esilib, surgun qiladiganini surgun qilinib, uzoq o'tmayla shaharda yana qo'zg'olon ko'tarilibdi degan xabar tarqaladi. Bu xabar tarqalishi bilan Nozgum o'ltirolmay qoladi. Uning aksi Salih va suygan yigiti Baqining intiqomini elish istiki qaytadan bosh ko'tarib chiqadi. U fursat tepib dadsiga bilindirmay uydan o'g'irlaqchi qaytib chiqib, qo'zg'olonga qatnashmoqchi bo'ladi. Bu ishni dadisi bilib qolsa, dadisining qo'shilmaydiganligini obdan biladigan Nozgum, dadisi peshin namoziga chiqib ketgan fursatdan foydalanib, uydan chiqib ketib, qo'zg'olonchilarga qo'shiladi. Qo'zg'olonchilar o'z sepiga qizlarning qatnashganligidan ruhlanib ketadi. G'ayrat ustiga g'ayrat qo'shiladi. Afsus, bu qitimqi qo'zg'olonmi uzoq o'tmay mag'lub bo'ladi. Qo'zg'olonning mag'lub bo'lishidagi sabab birisi chin sulolasining qo'shindiri ko'p. Qur'onlanishi ham. Ikkinchisi, qo'zg'olonchilarning beshi qo'zg'olonchilarga yaxshi yetakchilik qilmay, borgan yerda xalqning mol-mulkini bo'lab talab, aysh ishratga berilib, qo'zg'olon bilan chatqi bo'lmaydi. Qo'zg'olon mag'lub bo'lib, nurg'unlagan qo'zg'olonchilar cheriklarning qo'liga tushib qoladi. Shu qatorda Nozgum qo'zg'olonda qahramonlik ko'rsatib, ikki cherikni jahannamga yo'lga soladi. Qorong'i zindondagi seg'inish. Surgunlarning chiroyi kirlishib, kiyim-kechaklari yirtiladi. Lavlari usuzliq dastidan chaq-chaq bo'lib qurib ketadi. Tikanlik, toshliq yo'llarda to'lib mengib, tilinib, putlarining qizil go'shtlari ko'rinib qoladi. Ochliq ularning mazmun gavdasini o'ziga bo'ysundirib, xelal o'riqlatgan bo'lsa-mu, ularning o'ltirishib ketgan ko'zlaridan yanala iroda, chidam g'ayrat nurlari jilvinib turadi. Ular yana bir oydan ko'proq vaqt yo'l yurib, madordan ketay deb qolganda Iliga orom yetib keladi. Surgunlar haydab kelingan peti qon turib turadigan zindonga tashlanadi. Yolg'iz kishilik zindonga tashlangan Nozgum zindonning kichikgina panjarasidan taloga tandiradi. Ko'ngli yerim bo'ladi. Qon yig'lab qolgan bechara dadasini o'ylab qo'shiq o'qiydi. Ahtiyun kesh jallatlar mahjam o'ynab yotadi. Qorong'i zay zindonda Nozuk yolg'iz yotadi. Atam meni
Anam meni neymişqa arzulaptikan. Bu kunga qolarimni başta o'ylamabdikan. Qumushliqqa o't yoqsa, güldürlab kuyib kelsa, mundaq kunni ko'rgicha yosh turib o'lib kelsa. Beshimizda jallatlar qilichini o'ynata, bu do'zaxdan muziqni qandoq bir jon ochirdi. 3 aydan ko'proq dasht bayovallarni, egiz tog'larni besib, tuzukrak orom olmag'ashqa, yo'l azobi, go'r azobi degandek, Nuzugumga hardoq yetib, xiyol surib o'ltirib, asta-asta uyquga ketadi. U tush ko'radi. Tushida Baqi ona sarliq bog'da Nuzugum bilan qo'g'ilishib o'ynayotdi. Aks Salih bo'lsa bir chetda turib ularning o'yinini tomosha qilyotdi. Baqi uchsiga oq kanavay ko'ylak, beshiga badam do'ppi kiyib olgan bo'lib, turqidan kuch-quvvat urg'ib, ko'zlaridan Nuzugumga bo'lgan mehr muhabbat yolqini chaqnab turadi. Nuzugum uchsiga uzun atlas ko'ylak, tal-tal o'rilgan sochlarining ustiga o'zi tikib olgan chiman do'ppi kiyib olgan bo'lib, qora sochlari kun nurida parqirab ketgan edi. Ular qo'g'ilishib o'ynab etib, Baqi quyuq o'sgan ona shoxlarining ostiga mo'kinib oladi. Nuzugum yugurib borgancha onarning shoxlarini qayraydi. Biroq Baqi yo'q bo'lib chiqadi. Tova, Baqi Nuzugumning ko'z oldida mo'kingan emas edi. Birdanning ichidala u qayerga g'oyib bo'lgandi. Nuzugum bog'ning ichini bir qatim oyilib chiqib, Baqini topolmaydi. Baqi! Baqi! Siz qayerda? Nimishqa meni tashlab qochsiz? Nuzugum yig'lamsirab bog'dan chiqadi. Baqi suvlari o'rkashlab eqiyotgan daryoning yana bir qirg'ida turadi. Nuzugum Baqiga qarab qo'shiq o'qishga boshlaydi. Nuzugum: "Sen seg'indingmi meni? Qo'ymi seg'indim men seni. Sen qayarimdan seg'indim, men yuragimdan seni. Halim nechuk deb so'rmag'il, ko'rgan chiroyimdan uni. Sen mening baxtim bo'lsang, qutqizib olg'in meni. Kunda ko'rmadim yorni, kunida ko'raman deb umid uzmadim yordan. Ölmesen süyemen de. 6. ay kirgende, ağrı kürce hamanda, müzik yarını kürüşke, Baqi yigit armanda. Kaçkan başta mu bola, mükken caydı gök bola. Biz bu yerden kaçkanda, eşekçile köp bola. Ahdı anam kütmekte, kaygı içinde ötmekte, beni mehkem bağlaylı, mehfetlerge yetmekte. Ular bir-birisiga qarışıp, hasretlik beyit okuşudu. Nuzugumning ko'zlaridan sevg'inish, azap ichidagi hasrat yoshlari tomchilaydi. Baqining ko'zlarida aksiyachi hukumatga bo'lgan g'azab nafrat uchqunlari chaqnagan. Mushtumlari mahkam tugilgan edi. Ular bir-birisiga to'ymay qarashadi. Endi Nuzugumning shuni qo'yib turib, gapni baglardan anglaylik. Razil plan. Qashqardan nurg'unlagan surgunlarning iliqi kelganligini anglagan har qaysi yurtning cho'ng kichik bay amaldorlari, Yomulning yaloqchilarining hammasi Yomulga yig'ilishib, o'zlarining ishlariga soladiganga odam tanlig'ini kelgan edi. Ularning apyuni to'la chekib, ko'zlarida xuni qolmagan bo'lib, bad-bashir chiroyidan yovuzlik chiqib turadi. Qashqardan surgunlarni haydab kelgan bay, surgunlarning soni qatorliqlarni
Eli Tianjuniga ma'lum qilib bo'lgandan keyin oxirida. Sürgünlər qatarida Nozgun ismli pəriştirək bir qız var. Bək aqıllı, qoşaq oqışqa şundaq usta. Deb qo'shib qo'ydi. Nima? İsyanchilarning qatarida tek ayol zotimi bormi? Deydi oradan birday hayron bo'lib. Albatta bigim. Uni bo'sh chaqlamsizlar. O'zining qiz bola ekanligiga baxmay, yo'lda kelguncha isyonkorlarga qo'shaq o'qib berdi. Yo'ldagi ocharchilik, yo'l azobi deganlarga pisandmi qildi. Tova, ayollardimi oshunda qahramon chiqadi ekan. Nozugumning ta'rifini anglagan amaldor beylar hayronlik his qilishdi. Hatto nechtisi uni setib olmoqchi bo'lishib, o'zaro talash tortish qilishib ketdi. Bo'ldi beylarim, oldi bilan qizni ko'rib, bir narsa deyshayli. Kimning oltin kumush ko'p bo'lsa, shuningga sotaman. Ambal beylarning hammasi o'ri to'pi bo'lishib, ayollardek ushaq qadamlar bilan minib, Yağmurning Nozugum yotgan zindoniga keladi. Nozugum bu chaqda hasratlik tushqaynima g'arq bo'lib, bo'lingda tugidib uxlayotdi. Taraq turuq qilgan ovozdan Nozugumning tushi buzildi. U ko'zini ochdi. Rost, farishtadek qizgan. Chiroyli qizobat emasmi? Nozugum bularni ko'rib, yonga qarab oladi. Qaranglar, güzel kızın kıydaşırı güzel buludu diye rast ketgende. Bo'ldi, nima kesson, men olaman. Yo'q, men olaman. Do'lang boshchiligidagi bu bir to'p din sifatlik malullar bir tarafdan och bo'ridek bilanlarni yonishib, Nozugumga yavakkida qarasa, yana bir tarafdan o'zaro baho talashidi, qaldirilishidi. Nozugum gerçi bu yavuz mahluqlarning nima deyishayotganligini tushunmasa-mu, ularning o'ziga osh bo'rida qarishib turganligidan ularning razil niyatini tushunadi. Manju beklari o'zaro talash tortish qilishgandan keyin oxiri Dovang Nozugumni cho'shqidek xortildab turadigan tishlari o'ng'ul-do'ng'ul do'rday qalpoq odam siyoqi yo'q iskatsiz Manju begining boshqa beylarnikidan ko'p to'lagan oltin kumushlarga setib yetdi. Bechara Nozugum o'zining bundoq oqibatli qolarini bo'libmi Manju begiga setib yetilganligini o'ylabmi baxmagan edi. Nozugum nima qilarini bilmay temir qolib qoladi. Aslida u sürgünlük hayotini oxirlashgandan keyin yurt Qashqarga ketishni o'ylagan edi. Mana endi uning barliq orzu armonlari ko'pikdek yo'q chiqishga boshladi. U o'ziga beyt o'qib tasalli berdi. Men Qashqardan chiqqancha to'shak silib yotgan yo'q. Onam o'rgan chechimga tog'oq silib boqqan yo'q. Cho'ng yulduzga borganda umid yoqaman qumishqa. Nefret bilen qarayman Manju begi olmuşqa. Can atamni ko'raman, o'lib ketar o'xshayman. Na bahorga yetamay, solib ketar o'xshayman. Akamni topolmasman. Topsam ayrılolmasman. Baqiyni ko'rib o'lsam, hergiz arman qilmasman. Atam munda kelamu, meni erib ketamu, Qashqarga jon yetamu, bararimni bilmasman.